Atigi 57 ming so'm puliga 7-8 kishilik judayam to'yimli, obro'li, barakali salatni o'rgataman. 17 ming so'mga olgan tovuq filesiga tuz, morch, paprika hamda mayonez, chesnok solib marinovka qilib qizdirilgan duxovkaga 200 gradusda 20-25 minutga pishirishga yuboraman. Pishgan tovuqni yaxshilab sovutib, videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'rab olamiz. Bir bog' salat bargi ishlatdim. Salat bargi 3 ming so'm. 3 ta bodringim atigi 2 ming so'mga aylandi. Endi esa indiyka solamiz. Indiyka menga 16 ming so'mga tushdi. Ikkita tuxumni bilinchikdaka qilib qovurib, to'g'rab salatimizga solamiz. Tuxum menga 3 ming so'mga aylandi. Cherry pomidorlarim menga 5 ming so'mga tushdi. O'rtasidan bo'lib salatga soldim. Va kichkina jo'xori konservasini 13 ming so'mga oldim. Mayonezga ozgina 1 choy qoshiq zernisi garchitsa solib, keyin zapravka qilsanglar salatinglar shunaqa ham zo'r chiqadi. Shu salatga solingan mahsulotlardan bitta narsani hisoblash esimdan chiqibdi. O'shani kommentariyada yozib qoldiring. Agar qizg'anmasanglar, bittagina like bosib qo'yinglar. Yaqinlar bilan bo'lishib, o'zingizlarga saqlanib qilib olinglar. Rahmat.